Assalomu alaykum, qadrli obunachilarimiz. Mana navbatdagi issiqxonamiz Angren shahriga keldik. Bekzod Beyning xonadonlariga keldik. Bu issiqxonamiz Bekzod Bey o'tgan yili qurib berganmiz bu issiqxonani 4 sotaylik. Bu yerda 3 sotaylik, bir общий 7 sotaylik issiqxonamiz. Bu yerda hozir quriblarga kirgan quriblar haqida, teplitsamiz haqida ozgina ma'lumot olib, sizlarga ulash harakat qilamiz. Yo'qsa like bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Hozir Bekzod Bey o'zlaridan mana suhbat qilamiz. Assalomu alaykum Bekzod Bey. Assalomu alaykum. Yana bir marta so'rashib qo'yadi. Bekzod Bey yaxshimisiz? Assalomu alaykum Bekzod Bey. Yaxshimisiz? Telefonchilik bo'lib turibdimi? Rahmat, o'zingiz qalaysiz? Shartmi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biza kanalimiz obunachilar bilan yana bir marta kanal obunachilari. Bekzod Bey, mana issiqxonamizda misol uchun birinchi 2022-yilda qurib berganmiz. Bunisini misol 24da qurib edi, to'g'rimi? Qurib edi. Mana issiqxonamizda xudo xolasa muammoli yo'q, yaxshi bo'ldi. Mana damlanadigan sistemani yo'lga qo'ydingiz siz. 2 qavatli qilib, ko'pchiligiga siz tavsiya qildingiz, biz 2 qavatli qilib yo'q berdik. 2 qavatli qilganda bu termiz usulida qishiriladi. Bu isitish sistemasida ekonomika bo'ladi. Nima qilib beradi shu damlanish anaqasida? Endi bu ish sistemasida bu ham ekonomika bo'ladi, ham kenglik. Eng katta muhim narsalar bu kenglikda. Namlikni bartaraf qilish, temperaturani tushish, chiqish normalarini balans qilish osonroq. Bu termizli bo'lib qishirib bo'lganda ichidagi temperaturani, namliklarni saqlab turish osonroq boshqarish. Bega misol uchun mana yerda sovutish sistemasi ham qilganda o'tgan yili. O'tgan yili sovutish sistemasini qilgansiz. Mana buni boshladik yaqinda ishlatishda sovutish sistemasini. O'zi bu ishlatish boshladingiz? Ishlatish boshlaganmiz, 10 kun 15 kun bo'lib qoldi. Buni qaysi paytlarda ishlatishda, mana gradus necha bo'lgandan keyin ishlatish kerak bu narsani? Gradusi o'sha 25 bo'lgandan keyin ishlatamiz. 20 ga tushadi gradusi. 20 ga tushadi. Namligini misol uchun 50, 45 shunaqa qadar ushlab turadi. Bunga endi bu sistema 220 da ishlaydi, to'g'rimi? 220 da ishlaydi. 220. Ventilatorimiz ham 220 qo'ygan, deymi? Bu gofrilarni biri 80 ligidan qo'yganmidi? 180 qo'ygan. 180 yer ostiga 1 tonna suv qo'yilgan. 1 tonnani bitta nasos bilan sovutib, namli bundan shu yerda u yoqdagi ventilator issiqlikni tushib ketadi, ba'zan salqin havo kirib keladi. Salqin havo kiradi. Voshi 7 metrdan ikkita qo'ygan bo'lsa, bu sotuqdan 7 sotuq teplitsamiz sovita oladimi? Sovita oldi. Sovitdimi? Farq qanday bo'lyapti? Misol uchun mana bu yoqda 17 gradus bo'lsa, ventilatorda 22 bo'lyapti-da. Issiqlik. 5 gradus farqda turibdi. Farq qiladi. Masofa uzoqligiga. Uzoqligi uchun. Lekin o'sha kerakli bo'lgan nimani ushlab turibdi-da. Siz qo'shimchasiga buni ustiga ham 4 setga yopaysizmi, ya'ni? 4 setga yopiladi, endi sharoitga qarab yopamiz-da. Balki yopmasa bo'lmaydi, sababi issiqlik kuchayib ketishi mumkin. Buni faqat kun issig'ida qo'shiladi, kun kechqurunga kelganda qo'shilmaydi bu ventilatsiya. Kechqurun qo'shilmaydi. Mana shu yerda namlikni o'lchaydigan vlogometr bor. O'shani nimaga miya orqali o'rnatib qo'yganmiz. O'zi tushib chiqib ishlaydi. Demak, isib ketsa bu o'z avtomatik ishlaydi. Agar so'yilsa o'z avtomatik o'chadi. O'chadi. Mana radiatorlarni oldin yuqorida edi, mana radiatorlar o'zini effektini beribdimi? Radiator bilan 2 yildan beri ishlayapmiz, effektini beryapti. Mana shu teplitsamiz mana 40 metr, 44 metr, 46 metr bo'lgan. 46 metr bo'lgan. 46 metr teplitsamiz nechta dona ketdi? 10 dona qo'yganman. 10 dona. Bu yondagi teplitsamiz nechta qo'ygan? 8 dona ushlatgan. Ustotuqqa 8 dona. Bu 46 metr, soat 3,5 soat hisobiga 10 ta qo'ygan. 10 ta qo'ygan mana. O'ttiga ham qo'yganmiz, o'tda qatorga? O'rtaga qo'ymaganman, ikki chekkaga qo'yganman. Ikkita chekkada shu issiqxonani haydadi. Issiqxon bitta tomoni pastda edi, bittasi tepada. Endi o'zi aslida mana nima deydi, o'tgan yili biz tepada bo'lgan. Tepada yuqorisida bo'lganda. Tepada bo'lsa, namlikni nima deydi, ushlash oson ekan. Pastda bo'lsa, namlik hammasi tepaga ko'tarilib qolar ekan. Bu ham pastda edi radiatorlarimiz. Mana pastga qo'yilgan bo'lgan. Yonda bo'lgan, pastda. Tepaga chiqardik. Tepaga chiqadi. Buni bunday qilsam bo'ladi. Misol uchun 10 ta qo'yibsizga, 5 tasini yuqoriga, 5 tasini past tarafga joylashtirsang, o'sha sistema qilib ko'rmadik tajriba. Yo'q, u narsa qilib ko'rmadim, lekin o'sha narsani qilib ko'rsa ham bo'ladi. Bu ham yaxshi variant. Yaxshi variant. 5 tasi yuqorida bo'ladi, tepadagi havoni, namlikni aylantirib issiqlik, pastdagisi yana shu pastdagi o'sha hamma xonani aylantirib. Harorati bir xil qilib temperaturani anaqa namlikni. Endi mana issiqxonamizda xudo xolasa kamchiligi yo'q, sizlar bilan 2-3 yildan ishlatib tavsiya qilasiz, qiladiganlar, to'g'rimi? Tavsiya qilganlarimizga qilib berdingiz. Qilib berdi, ancha shogirdlaringiz mana misol uchun
O'zbekiston bo'ylab Farg'ona, Namangandagi shogirdlaringizga o'zingiz yangi ish boshlaganlarga tavsiya berdingiz, qurib bitta issiqxonani o'zingiz agromaslahatda berib berasiz hozirgi kunda. Endi mana Tbilisimizda muammo yo'q bo'lsa, quluplar haqida gaplashsam, bu quluplarimiz mana Gugut hududida tuxumdan keladi. Bu qanaqa sortdan ekkansiz? Qaysi oyda ekkansiz? Buni oktyabrda 10'ida olib kelib ekilganda bu sort Monterey sorti. Yevropa. O'zi misol mana siz videolaringizda ham chiqqanmiz ko'proq. Har xil sortlarni olib kelib eksperiment qilaman. Mana 2 yildan beri boshlaganimdan beri. Misol Alba, Aziya, Kleri, Murano, Koreyskiy misol qaysi biri yaxshi hosildorlik Yigitlar bo'ladi, o'zi hosildor. Aslida biz misol biznes masalasida ishlayapmiz buni. Bizga misol hali kam hosil berib nima beradiganlar bizga nega O'zingiz tajriba qilasizda, keyin tajriba qilamiz. o'zingiz shogirdlaringizga ham o'sha ko'chatlarni tavsiya qilasiz. Tavsiya qilamiz shularni. Chunki mana hozir Monterey sorti o'tkayli Albion ekkanmiz. Albion ikkita joylarimiz ham bor, Namanganda bor. Boshqa joylarga ham ekilgan, Murano ekilgan. Shulardan hozir yaxshi bo'layotgani Albion. Mana o'zimda tajribada bo'layotgan bu Monterey. Hosildorligi juda ham yuqori. Mana yaqinroq ko'rsatishingiz mumkin. Mana shu tuxumdan keladi. Bu grami necha gram o'rtacha mana shu? Eng kattasi 107 gram chiqdi. Endi hozir mana o'lchaganimiz yo'q mana. Mana. Bitta tupida deylik, mana ko'chatni deylik, o'rtacha necha gramgacha hosil olsa bo'ladi bularda? Hozirgi kunda mana hozirgi narx kunida misol bitta ko'chatda 2 tadan 3 tadan shodalari bor-da. 7 ta 8 tadan hosillari bor. Bu keyin mana bu remontantni sort mana ketma-ket kelaveradi. Biz mana o'sha ancha terib qo'ydik. Har 2-3 kunda, har 2 kunda cherizdan ham bo'lib qolyapti, terishlar. Misol uchun mana bu holatda ko'ring mana. Hosillari ser hosil mana. Katta-katta yirik bo'lgan. Yirik bo'lgan. Bozor terib bo'linganlar mana. Terib. Xullas yil bo'yi ketadi. Bu yozda ham ko'ramiz buni natijasini. Yozdan berish kerak. Buni aytilishi bo'yicha, o'zini ma'lumoti bo'yicha to sovuq tushguncha hosil beradi. Kuz paytgacha. Mana shuni biz Yangi yilga qadar tortib ko'ramiz. Qanday hosil beradi, qancha bo'ladi, bir tupiga necha gram to'g'ri keladi. Yozgi holatda hosil yiriklashadimi, maydalashadimi? Hammasi haqida bir to'liq ma'lumot bo'ladi-da. Ayni bizga issiqroq mahalladagi kerak-da. Yoz paytiga kerak sizga. Yozda ko'pchilik hosil ola olmadi-ku. Chunki koreysklar mana yozda umuman hosil bermaydi. O'tgan yillar yozga qo'yilgan axlajeni bo'lgan taqdirda ham koreyskiy hosil berishi qiyin. Sizga kutgan darajada bermaydi. Bermaydi. Bular yozda asosiy yaxshi hosil berib, natija beradi deb umid qildik hozir. Mana Albion o'tgan yil yozda bergan. Mayda ekkan bo'lsak, to Yangi yilga qadar terganmiz. Yangi yil o'tdi, yanvar oyida olib tashlab turib, yana qaytadan Albion ekdik. Yana qaytadan Albion ekib, mana hozir kunda yana o'sha hosil teryapmiz. Hozir shaydan bormi Albion ko'chati? Yo'q, bu yoqda Albion yo'q. Namanganda Albion bor. Namanganda, Xudo xolasa, bu yil necha ming ko'chat ekilgan mana shu 46 metrli. Bu yoqqa 4600 ta ekkanman-da. 4600. Yonidagi issiqxonamizgacha? Yonidagiga 3000 ta ekilgan. 3000 ta. U yonidagini bilsangiz 2 qator edi, hozir 1 qatorli qilganman. Mana u o'tgan xatolarimizni to'plashab, mana bu yerga kengligini ko'ryapsizmi? Ancha keng, bemalol yuramiz. Hozir bu chirishlar yo'q, misol uchun qulplaylarda. Havo aylanishi yaxshi. Havo aylanishi yaxshi. Mana misol mana bitta shodasida ko'ryapsizmi? Mana bu ikkinchi shodasi kelyapti. 5 ta, 6 ta, 7 8 talar bu. 10 talar ham bo'lmaydi. Hosillari keyin yirik-yirik. Mazasiga keladigan bo'lsak, mazasi ham yeydigan. To'g'ri, koreyskiga o'xshagan o'ta shirin emas u, lekin mana shakarga tiqiladigan emasda, shirinligi bor. Hozir qo'ydi suvliga ta'mi ham yaxshi ekan, menga yo'qdi. Mana bittasini yeb ko'ring. Mana. Obunachilar mana ta'mini bilib, o'zimiz hozir baho berib ko'ramiz. Ta'mi yaxshi, misol uchun suvli. Shirinligi ham o'rtacha, shirin emas u. Kisli emas. Kislini emas, mana shu yeydigan darajada shakarga botirib, o'zimiz misol uchun jaydari quluplarni shakarga botirib yeymiz. Unaqa emas, o'zini shirinligi bor ta'mida. Naki sochni. Bu yoqda maqsad bu ko'chatni reklama qilish emas. Shunday olib qaraganda maqsad bilish. Mazasi jihatidan, hosildorligi, kasallikka chidamligi jihatdan. Mana shu narsa kerak-da. Misol ertaga kattaroq ob'yomga ekiladigan bo'lsa, misol 1 gektar, 1,5 gektar ekiladigan bo'lsa, chunki u katta xarajat. Yaxshi hosil bermasa yoki kasallangan bo'lsa, muammolar bo'ladigan bo'lsa, katta xarajat bo'lib qoladi. Rasxod uchun mana shunday qilib turib, ozgina joylarda eksperiment qilib borilyapti 2 yildan beri. O'zingiz misol uchun mana shu tiplisida hozir 2 xil, 3 xil ekkasizda yo 1 xil hammasi? Yo'q, bu yoqda hozir mana shu yerda o'zida 1 xil, naritda boshqa. Orada bir
Kuzda ekkandim 400 dona albani ekdim. Alba stilajda bo'lmadi. Chunki kezdi. Bir marta hosil berib, shu bilan to'xtadi. U umuman yurmadi xullas. Buni ham bir natijasini ko'ramiz degan maqsadda qilingandi. Ha, hozir bulardan misol uchun bu yil xudo xohlasa yaxshi natija bo'lsa, mana xudo xohlasa avgustga shundan ko'paytirib ekish ekanda, o'zingiz shogirdlaringizga. Mana o'tgan yili Yevropadan olib kelingan bular misol. Ha, Yevropadan kelgan. Yevropa ko'chat olib kelingan. Har xil sortlardan. Imkon bo'lsa, misol yaxshi bo'ladigan bo'lsa, buni yana olib kelamiz, olib kelib ekamiz. Ha, ko'paytirib. O'zida. Yana bitta anaqa yangi boshliklar tuvaga ekkan yaxshimi yo o'zini zavodskiy ko'kabiti bor-ku. O'shanga ekkan yaxshimi? Yo'q, ikkalasida ham bo'ladi. Ikkalasida ham hozirgi kunda ham, o'tgan yil ham mana shu tuvakda ham, shu ko'kabitda ham natija ketyapti. Ikkalasida ham yaxshi. Ha, bir xil natija erishsa bo'ladi. Prosta men yana aytaman, o'sha oldingi videolarda aytilgan tajribam shunda bo'lgan. Shunda o'rganganman. Sizdan tajriba ishlaganimda mana shunday tuvaklarda bo'lgani uchun men tuvakka qiziqqandim. Lekin tuva bilan zavodskiy o'zini ko'kabit bilan pul anaqasida razницасida qaysi bir xarajat ko'proq? Bunda ko'p xarajat. Yo'q, endi bunda boshida ko'proq bo'ladi. Keyingi safar kiloli kokos olasiz, arzon tushadi. Bir marta rasxod bo'ladi. Keyingi safarda misol kilosi 15 ming ku, kokoslar 15 ming, 13 ming. Narigi qopda $2,5 $. $2,5 bo'lgan ekan 32 ming bo'lyapti-da. Buni ham baribir hisob kitobni olganda katta farq qilmaydi. Sababi bu 70 santimetrlikka 1 kilo 300 ketadi. Bundangi 1 metr. 1 metr 13 ta ko'chadi. 1 metrda 13 ta ketadi. Bunda 1 kilo 200. 1 kilo. 1,5 kilo aytdim. 1,5 kilo. Bunda hisoblab ko'rsangiz katta farqi yo'q. Bunga bitta tuvaga nechta ko'chat ketadi bunga? Bunga hozir mana 2, 4, 8 tadan qilganman. 8 ta. 70 santimetrga 8 ta kelgan. 70 santimetrga 8 ta ketgan. Misol uchun siqilish ham qolmagan. Bir-biriga havo aylanishiga normalni joy qolgan bunda, va? Ha, chunki mana o'tgan yilgi xatolarimiz hisobida 3 sotikda 5,5 mingta ko'chatim bor edi. O'tgan yili bu yil mana 4 sotikda 4600 ta bo'lganda. Ancha kamaytirgan. Kamaytirdim. Sababi u kasalliklardan kurashib qiynaldik. To'g'ri hosil oldik, foyda qildik, daromad qildik. Bu ko'zlagan natijada bo'lmadi. Ha, siz o'ylagan maqsadda shu natijaga erishib. Hozir mana o'tgan yili orasida bunda bemalol ko'ndirib yura olmaganda, o'zimiz video qilganda. Yonboshlab yurgan. Avval bemalol hozir misol uchun 1 metrmi, 1.10 metr joy. 1.10 joy qolgan bemalol bitta odam terib, savatchesiga solib, yo bo'lmasa tog'orasi bo'lsa tog'orasiga bemalol terib uzib chiqib ketdi. Siz mana shuni o'zingiz qilib bergandingiz. Mana stoyka bilan stoykani orasi 180 bo'lgan. 180 bo'lgan. 180 bo'lsa, mana bu 90 santimetr bo'lyapti. 20 bu tuvak, 20 narigi tuvak. Shunda o'rtada 50 santimetr qolyapti. O'ttidan 50 qoladigan bo'lsa, mana bu 180 dan 90 toptasiz, 91 metr qolgan ekan-da xullas. 1 metrda bemalol misol uchun mana yursangiz ham bemalol odamlarni ko'chatlarga, mevalarga urilmasligi. Agar bitta mana ventilyatsiyani bir ishlatish imkoniyati bormi hozir bir obunachilarimizga qanday bir ishlash sistemasi bitta ko'rsatsa bo'ladimi? Ishlatsak bo'ladi, shovqin bo'ladida. Ha, shovqin, nasos o'zini, nasos o'zini bo'lsa. Ha, nasos o'zini ishlatamiz hozir, ha. Bir ko'rsatsa bu soch sistemasi bitta obunachilarimizga ishlash sistemasi bitta